Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Osiyo Chempionlar Ligasidagi yirik to'qnashuv Qarshining Nasaf klubi va Saudiyaning kuchli jamoasi Al Hilol o'rtasida bo'lib o'tdi. O'yin muxlislar kutgandek shiddatli va dramatik o'tdi. Birinchi bo'lim kutilmagan holat bilan boshlandi. Nasaf darvozaboni Nematov xatoga yo'l qo'ydi va raqib hisobni ochdi. Ammo Nasaf javobsiz qoldirmadi. Bahromovning super zarbasi hisobni 1-1 yetkazdi. Shundan keyin ham jamoa faol o'ynadi. Ammo himoyadagi kamchilik yana o'zini ko'rsatdi. Saudiyaliklar ikkinchi golni urdi va taym 2-1 hisobida yakunlandi. Ikkinchi bo'limda Nasaf yana maydonga boshqacha ruh bilan qaytdi. Javohirning goli hisobni 2-2 qildi va muxlislarda yana umid uyg'otdi. Darvozabon Nematov ham o'zini qo'lga oldi. Bir nechta xavfli zarbalarni qaytarib, super seyflar amalga oshirdi. Biroq Al Hilol tajribali jamoa sifatida so'nggi so'zni yana ayta oldi va hal qiluvchi 3-golni ham urdi. O'yin 3-2 hisobida mehmonlar foydasiga yakunlandi. Shunday qilib aziz muxlislar, bugun natija biz istagandek chiqmadi. Albatta g'alabalar oldinda. Shuning uchun ruhimizni tushirmasdan Nasafni qo'llab-quvvatlaylik.